Hozir yig'lab boraman, ishoninglar, chunki o'sha vaqtni eslasam, men o'zimga bo'lgan sapatenkamni eslasam, sizlar ishoninglar, bu narsa yomon. Kosmetika sotasizlarmi, yuzingizda o'sha raqam muammo bo'lsa va sizlarning muammoinglar faqat kosmetikaga bog'liq bo'lmasa, buni o'ylashni o'zi yomon. Sababi shu beremini bo'lgan vaqtim o'sha anaqa o't qopimda dimlanish, jigarim, uxotni umuman davolanish bilan tinmadim, ishoninglar. Prям buni oddiy usul bilan hal qilmadim, qizlar. Dog'ni hech qachon hech nima borib lazer qildirib yoki bo'lmasa qildiringlar. Agar foydasi bo'lsa qildiringlar-da. Men bu bilan kosmetologga bormanglar, uxot qilinglar yoki demoqchi emasman. Hammasini birga olib ketinglar. Uxotsiz bo'lmaydi. Faqat 1-2 kun kosmetologga borib dahshat qildirganingiz bilan kunlik narsa kerak. Organizmingizni tekshirtiring, dog' nimadan biling. Shoshmang iltimos sizdan. Sababi bo'lmayapti demang, bo'ladi. Faqat sabr.